Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kanalimizni muntazam kuzatib kelayotgan biz aziz muxlislarimiz. Hurmatli obunachilar, xabarlar bor. Biz yangi magazinimizni 1-yanvar kuni ishga tushirganmiz. Уже ishlab turibmiz. Hozir juda ham ko'pchilik so'rayapti, magazinlar qayerda deb. Bu tomon mana Andijon Qo'rg'ontepadan kelish. Hurmatli obunachilar, mana magazinimiz Anya Bo'ron va gullari deb yozilgan, ya'ni Flowers Anya deb. Mana shunaqa archalarimiz bilan ajralib turadi. Hozir mana bu tomonimiz Xonoboddan kelish, ya'ni Xonobod Sultonoboddan kelish yo'li. Bu joy Sayilgar deyiladi, ya'ni Jannat buloq. Avval bu joylarda zovurlar bo'lgan, shuni o'rniga qurilgan do'konlardan hurmatli obunachilar biz reklamamiz turadi. Magazinimizga ham albatta yozib qo'yganmiz. Gullarimiz bilan alohida turadi. Hozir magazinimizga kiramiz hurmatli obunachilar. Magazinimizda gullarimiz va aksiyalarimiz bo'lyapti. Yangi guruh ochganmiz. Hamma xohlagandek bu joyda kanal emas, gruppa. Aynan gulni yaxshi ko'ruvchilar uchun hurmatli obunachilar. Hozir kanalimizni o'sha gruppamizni silkasini qo'yib qo'yaman. Bemalol gullarga kiraman deganlar, ya'ni gullar xarid qilaman deganlar, aynan magazinimizdan olib ketsanglar aynan o'sha narxda bo'ladi hurmatli obunachilar. Nimagaki magazinga odam o'rgatish uchun narxlarni anchagina arzon qilib qo'yganmiz. Nimaga desangiz, hozir biz pochta ham chiqazib beradigan bo'lsak, bizga to'g'ri kelmay qoladi. Hozir mana bu sanseveriyalarimiz bizda 55 mingdan edi, tuvagisiz. Ya'ni mana bunday holatda hozir 45 ming. Mana agar tuvak bilan olaman desangiz, mana 55 mingdan. Mana bu pahiralarimiz, maymunchalik pahiralarimiz 120 ming edi. Bularimizni 60 mingdan qilib qo'ydik. Xo'p, kameliyalarimiz 70 mingliklarni 60 mingdan qilganmiz, rozoviylari. Ya'ni 50 minglik gullarimiz 35 ming qilganmiz. 65 minglik gullarimiz 50 mingdan qilib tashlaganmiz, hurmatli obunachilar. 55 minglik kameliyalarni 35 mingdan qilganmiz. 110 minglik xo'yalarimiz 90 mingdan. Bular qizil gullaydigan xo'yalarimiz, nematantuslarimiz ham mana. Bularimiz 45 mingdan. Xo'p, 80 mingliklar Silver Lady'larimiz mana 70 mingdan qilib qo'ydik. Hurmatli obunachilar, 15 mingdan ham gullarimiz bor. Monsteralarimiz mana ikkitasi bittada, bularimiz 20 mingdan. Xo'p, Silver Lady aglonomiyalarimiz mana bundaylar, mana 35 mingdan qilib qo'ydik. Xo'p, Spatifilum женский счастье mana ekilgan tuvaylarda manaqa. Bularimiz ham 15 mingdan. Xo'p, bularimiz dratsiyanalarimiz mana 40 mingdan. Universalniy gruntlarimiz bor. Bularimiz universalniy, barcha gullarga tushadi. 4 litrligi mana 15 mingdan. Orxideyalarimiz uchun mo'q, именно orxideyalar uchun mana mo'qda juda ham yaxshi o'sadi. Bularimiz 30 mingdan. Kisloy turf, azaliya, kameliya, gardeniyalarga tushadigan turflarimiz mana bularimiz ham 15 mingdan. Bu ham 4 litr. Qaysidir gullaringizni ko'paytirishni boshlasangiz, ya'ni fevral oyidan uni ko'paytirsangiz bo'ladi. Именно gul ko'paytiraman deganlar uchun mana vermikulit va perlitlarimiz, bularimiz ham paketlari bizda hozir 15 mingdan. Podstavkalarimiz 450 minglik podstavkalarimiz hozir 430 mingdan. Xo'p, kameliyalarimiz ham hamma gullarimizda hozir aksiya davom etyapti. Aynan magazinimizda kelib bemalol olsanglar bo'laveradi. 200 minglik shefleralarimiz 170 mingdan. Dastavkalarimiz yo'q. Bemalol kanalimizga ulanib o'zingizlar kelib olib ketsanglar bo'laveradi. 600 minglik sikaslarimiz 500 dan beramiz mana. Xo'p, kofelarimiz mana shu tuvaklarga ekilgan shunaqa chiroyli holatlari hurmatli obunachilar, mana shunday ekilgan tuvagi bilan 110 ming bo'ladi. Xo'p, keyin 330 minglik kameliyalarimiz mana 310 mingdan bo'lish kerak bularimiz, menimcha adashmasam. Xo'p, bularimiz ham hozir arzonlatib qo'yganmiz. Bu o'zi ko'rib turibsizlar, 110 mingni 120 mingdan qilib qo'yganmiz. Mana bunday sanseveriyalarimiz bor, ekilmagan holatda 90 mingdan, bo'ylari baland. Xo'p, bu 430 minglik kameliyalarimiz. Adashibman, bularimiz 450 ligida 430 dan qilib qo'yganmiz, narxlarini yozib qo'yganmiz. Hozir mana tuvaylarimiz 55 mingdan 450 gida, bularni 430 qilib beryapmiz. Aynan magazinga kelib olganlar uchun kameliyasini gullata olmay turgan opalarga mana kameliyalarimiz bizda shunaqa chiroyli gullayapti. Buni albatta suvni yaxshi qo'yishinglar kerak. Suvni juda ham yaxshi ko'radi. Xo'p, bularimiz hozir 450 minglik sikaslarimiz 55 minglik tuvagi. Ularni ham arzonlatib beryapmiz hurmatli obunachilar. Hozir mana bu dratsiyalarimiz mana shu 800 ming. Bularni hurmatli obunachilar tuvagidan tashqari 700 dan qilib beraveramiz. Xo'p, kofemizdan bu bir dona qolgan. Bunimiz 260 ming.
Kumquatlarimiz bor. Mana 450 mingdan, tuvakdan tashqari tuvagi esa 85 ming. Buni hozir 450 ming edi, bilasizlar, gruppamizda. Buni hozir arzonlatib qo'ydik, hurmatli obunachilar. Buni 400 mingdan qilib beramiz. Shunaqa kelib magazinda bemalol qishni kunida bahorgi kayfiyat xohlasanglar, bemalol kelib magazinimizda ko'rib, aylanib, xarid qilsanglar bo'laveradi, hurmatli obunachilar. Mana bemalol kelib, aylanib, ko'rib ketsanglar bo'laveradi. Hammangizni taklif qilamiz. Narxlarimiz albatta faqat mana shu magazinimizda bo'ladi. O'zimizda bu magazin uchun aytganimizdek alohida gruppa ochganmiz. Ana shu gruppa bilan ulansanglar bo'ladi, hurmatli obunachilar. Gruppani silkasini tashlab qo'yamiz. Lokatsiyalarimiz ham bor. Lokatsiya ko'p qo'yamiz, hurmatli obunachilar. Hozir mana gullarimiz hammalaridan bor. Kelaverasizlar. Hurmatli obunachilar, barchangizni gul magazinimizda kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.